69 sekundda 15 million dollar ishlab olish mumkinmi? Ha, ishlab olish mumkin. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan shu hozirgi kunlarda, shu oyda bo'lib turgan muhim futbol voqealari, kecha bo'lib o'tgan UFC jangida ham ko'rishingiz mumkin. Bugun shu to'g'risida gaplashamiz. Kecha ertalab Conor McGregor Max Holloway bilan UFC'da jang uyushtirildi. Bu yerda ko'pchilik bukmekerlik kontoralari juda ham zo'r foydalanib olinadi. Men endi to'g'ri fakt bilan aytmayman. Ko'p joylarda futbol o'yinlari bo'ladi, hamma joyda kelishilgan o'yinlar bo'ladi. Men bu narsani o'zim guvohi bo'lganman. Oldingi videolarda ham aytib o'tganman. Conor McGregorni shu sportdan 5 yil ko'rinish bermang, shu Max Holloway bilan revansh jangini 5 yildan keyin mana katta bir muhim voqea qilib qabul qilib olishdi. Shov-shuv bo'ldi. O'zi Conor McGregor shunaqa mediyniy odamki, o'zini ko'rsatishni biladi, shu xarakterlarni, yurishlarini ko'rsatishni biladi va ko'pchilik bunga Conor favorit, bu jangda favorit Max Holloway'ni ko'rsatgan bo'lsa, unga bukmekerlik kontoralari shu hamma nimalar stavka qiladigan joylarda favorit Max Holloway ko'rsatilgan. Unga 1.50 koeffitsient berilgan bo'lsa, Conor McGregorga kamida 3.28 koeffitsient berilgan. Drake rapperlar ham hammasi ko'pchilik 1 million dollar, 1 milliondan ham oshiq ko'p qanchadan qancha insonlar Conor McGregorga pul tikishgan. Va bu jangni gonorari ham o'zi oldindan kelishilgan, keyin translyatsiya homiyligi bor. Shu jangda eng katta summani shu 69 sekund shu jangni to'liq tugallanmadi, chunki ya'ni Conor McGregorda oyog'i sustavida, oyog'ida lat yeganligi sababi 69 sekund shu jangga chiqib, ozgina bir jang qilib bergani uchun uni gonorari 15 million dollarni tashkil qildi va undan qolaversa kamida shu translyatsiya homiylari tomonidan ham bir 30-40 million dollar, kamida bir 60 million dollar ishlab oldi Conor McGregor. Max Holloway o'zini shu shartnomasi jangdagi o'zini ko'rsatilgan bandlarga ko'ra 5 million dollar yutib oldi. Men nima demoqchiman? Bugun shu muhim, har bir muhim sport o'yinlaridan oldin shu qimor ichidagi, qimor qaramligidagi insonlar baribir ya'ni ishxonasi bo'ladimi, oshna og'aynisi bilan o'tirganda ertaga jang bo'ladi, u bu gaplashiladi. Misol yoki ya'ni futbol, hozir futbolning ayni zo'r paytlarida chorak final, Ispaniya, Argentina, mana Fransiya, hammasi misol shu qimor qaramlikka bo'lgan insonlar shu o'yinlarni eshitib yoki janglarni eshitib, baribir uni xayolida nima o'tadi? Shu koeffitsiyentlar o'tadi. Stavka xayoldan shu menda oldin o'xshagan, balkim shu kundir meni yana bir marta omadimni sinab ko'rsammikan deb shu o'ynab ichiga yana o'yinga kirib ketadigan insonlar ham bor. Men nima demoqchiman? To'g'ri tushuning. Shunaqa o'yin turnirlardan iloji boricha o'rtoqlaringiz o'ynaydigan bo'lsa, ulardan sal munosabatlarni uzoqlashtirib, chunki siz hozir shunaqa davrdasizki, chiqish davridasiz, qimordan chiqmoqchisiz, qimorni tark qilmoqchisiz. Shuning uchun bunaqa sport turlarini juda ham o'zingizga yaqin olmang. Men o'zim misolimda aytaman, to'g'risi oldin futbolga juda ham rosa qiziqardim. Bu jahon chempionatini ko'rmayapman. To'g'risini aytaman, ko'rmadim. Faqat O'zbekiston o'ynagan o'yinlarni ko'rdim va oxirgi o'yinlarda Argentina, endi Messiga o'zim fanatiman. Messini misol o'g'lim ikkimiz juda ham yaxshi ko'ramiz futbolni. To'liq ko'rmayman. Oldin misol to'liq 90 minut ko'rardim, hozir ko'rmayman. Shu 8-10 minut o'yin tugagandan keyin ertagisiga vaqtim bo'lganda obzorini ko'rib qo'yaman. Qimor qaramligiga qaram bo'lgan insonlar, men nima demoqchiman? Siz yolg'iz emassiz. Qimor o'yinlarini, stavka onlayn kazinolarni tashlasa bo'ladi, o'yindan chiqsa bo'ladi. Buni men uddaladim, siz ham uddala olasiz. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Qimordan aziyat chekib yurgan insonlarga jo'natib qo'ying, videoni ulashing.
qimordan qiynalib yurgan insonlar yaqinlariga ulashib qo'ying. Ular ham ko'rib, shuni tavsiya berib, ko'rsatib, mana qimordan chiqqan insonlar bor deb ham bir ozgina motivatsiya bo'lishi mumkin. Profil shapkada Telegram ssilkamiz bor, guruhga qo'shiling, o'z savollaringizni bering, kommentariyada fikrlaringizni qoldiring. Yangi video kameraga pul yig'moqdamiz, videolarimiz sifatli chiqishi uchun. O'z hissangizni ko'rishing. O'zingiz haqingizda ma'lumot bering. Qimorda qanday aziyat chekkansiz, qanday qimor qurboni bo'lib nimalar yo'qotgansiz, hozirgi kunda shu chiqish yo'lida nima harakatlarni qilmoqdasiz. Shu haqda ma'lumotlar bering. Keyingi videosi haqingizda bo'lishi mumkin. Ko'rishguncha.